Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrdonlar akalar, ustozlar, hamkasblar, hamyurtlar, hammalaringizga xayrli kun. Bugun Xudo xolasa 11-yanvar 2026-yil Ispaniyaning Jankuera degan shahridamiz. Fransiyaga, chegaraga yaqinroq. Parkingda akaxonlar bilan ko'rishib qoldik mana Xudo xolasa. Tog'lar juda manzara chiroyli ekan. Ilindim sizlarga ham atrofimiz tog', go'zal manzaralar. Akaxon ruldalar mana Qahramon akani ko'rib qoldim. Qahramon aka oshlamlayaptilar. Akaxon İspanya'da biz osh tayyor, damlar. mana oshdim. Alloh rozi bo'lsin. Qo'llar dard ko'rmasinlar, mana boplabdilar. Ref ishlayotibdi. Hop, refga biz mandalin yuklaganmiz. Ispaniya mana to'ycham tayyor turibdi. Xudo xolasa oshni baham ko'rib yo'lga chiqamiz. Germaniyaga yo'limiz, xudo xolasa. O'zingizga ehtiyot qilinglar akalar, qadrdonlar, ustozlar, hammalaringizga omad, sog' salomat bo'linglar. Bizni ham duo qilib, bizdan duodamiz inshaalloh qo'ldan kelgancha.